Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Yaxshimisizlar? Navbatdagi obyektimiz Aqlobod Tulubi massivida. Hop, bu obyektimizda ko'rinishi darvozaxona. Darvozaxonadan bu tarafi polni, mana shu yergacha topli pol, ham radiator bo'ldi. Hamma joyda. Xudo xolasa, bu obyektimizda mana shu yerda kollektor teradigan joylarimiz qoldi. Atapli topli pollar uchun. Bu tarafda orqa taraf shu yerga kat yo'limizni joylaymiz xohlasa. Mana orqa taraf ko'rinishi. Lekin mana shu bayoqdagi xohlasa kat yo'llarimizni joylab javob ishlatamiz. Shu yerda ozgina ishlarimiz qoldi. Bu yerda hozir biz bitirganimiz issiq suv, sovuq suvlarni bitirib berdik. Suv nasos qo'ydik. Ventillar bilan kollektor qilib, har bitta joyga ketgan nimasini ventil bilan ishlab berdik. Hop, bu hovlidan tashqari dush, mana rakovinalarni ham chiqarib qilib, oynaklari tashqi montaj bo'lgan. Yana mana unitazlar shunday qilib, xudo xolasa ishimizni toshiryapmiz. Bu issiq suv, sovuq suv ishimizda. Xudo xolasa yana bir ishimiz o'rtasida kelib, shu kollektorlarni terib, otopliniyasini ishlab bersak, xudo xolasa bo'ladi. Bu yerda uch sistemaga olingan, har bitta derazani tagiga ana kollektorlar terilgan. Radiatorga o'xshab quruq qilib qo'yiladi bu yerda. Bu koridor ham yer topli pol oxirigacha. Bu xonaga kirganimizda bu yerda spalni bo'ladi. Bu yerda dush, mana dushlarimiz mana bu yerda ham hammasini xudo xolasa bitirib qo'ydik. Unitaz, rakovina, bu yerda arista mana 50 litrlik. Radiatorimiz bor mana ikkita. Xona polni topli pol, divanda o'rni qolgan, ikkita kichkina radiatorimiz bor. Bu xona ham topli pol, ham kichkina radiatorimiz bor. 80 ga 40 cm radiatorlar ilingan. Oshxona. Oshxonamiz ham topli pol, radiator yo'q. 80 litrlik ariston qo'yib berdik. Bu kompaniyaniga issiq suv, sovuq suv, kir mashina bo'ladi bu yerda. Bu yerda ozgina ish qoldi. Yana bu yerdan kirganimizda bu yerlar ham topli pol, kichkina radiator. Ustakalarimiz dushni bitirdi. Orqa kiliga qo'yib olgani sababli mana yana qaytarib chiqarib berishdi. Biz ishlarimizni ham mana sug'urdik. Shunaqa qilib mana ishni ham ozgina orqaga tortdi. Deganim mana bunaqa qilib kiliylab yopishtirgan edi, polni qo'yib yubordi. Xo'p, mana. Endi bu yerda qorong'i qilyapti mana shu dush ajratilgan. Bu yerda bitta radiatorimiz bor. Polni topli pol bo'lgan, rakovina, unitaz hammasi bor ekan. Biz spalni. Bitta radiator qo'ydik. Endi spalning o'rnida topli polimiz yo'q, faqat mana shu yo'lagida bor xolos. Shunaqa ishlar, akalar. Akalar, mana mana shunaqa qayta demontaj qilib mana o'zlari yopishtirib, yana sug'urib ishga ko'paytirildi. Xo'p, yaxshi ustalar bilan ishlashlarini tavsiya qilamiz. Shunaqa montaj bo'lmaydi. Xo'p. Shu yerda biz ishlarimiz, xudo xolasa, issiq sovuq ishlarimiz bitta, faqat atapli ishimiz qoldi xolos, xudo xolasa. Buni ham obzorini qilamiz, bir yoqib ishlatib berib. Motorga suvni to'ldirdik, to'kka suqildi. Xolos endi mana filtrga suv kelish boshlandi mana. Mana. Suv kelish boshlandi filtrga. Bu yerda 500 litrlik tomda ham suv bachogimiz bor. Bachogni to'ldirib qo'yib, bachogdan ishlab turadi. Mana 3-chi bankamizga ham o'tdi, xudo xolasa. Zo'r. Mana bankalar to'lib, motorimiz tekis ishlayapti. Ovozi ham unchalik kuchli emas. Shimgen emas bu, shimgen. Mashina zo'r chiqib turgan suvdan asosan. Xudo xolasa zo'r. Endi hozir aristonlar to'lyapti. Bu yerda mana sovuq suv chiqishga boshladi. Motordan kelyapti. Hozir yoqqa chiqamiz. Ariston to'lyapti. Ariston to'lsa suv chiqadi. Keyin 500 litrlik bachogimizni ham to'ldiramiz. Hozir yoqqa to'ldirganmiz. Samoxotda hozir ishlab ko'ramiz. Samoxotda qanaqa ishlayotgan ko'ramiz uni. Mana hamma yo'g'ini tekshirib qo'ydik. Suvlar qolmish yo'q. Chot ishlayapti xudo xolasa. Bachog to'ldirishdan oldin bir tekshirib olamiz. Suvlarni to'ldirib mana. Bu tarafda ham motor bor, bu tarafda ham motor bor. Xudo xolasa zo'r. Ishlab ko'ramiz. Zo'r. Yaxshi ko'rdim. Xudo xolasa zo'r. Unitazlarimiz ham zo'r. Suv to'ldirishlarga ham. Navigatsiya. Bu mana zo'r bo'ladi. Bachogdan tushishini ham bir ko'ramiz. Xo'p, tepa kompaniyani suv isitish qozoni. Sifati zo'r. O'zimiz do'kondan keldi bu. Rakovinalar zo'r, xudo xolasa. Suv, oynalar bilan cho'tka qilib berdik. Oynalar ham to'kka ishlaydi. Atrof yonib turadigan. Unitaz. Zo'r xudo xolasa. Qo'ymagan unitazdan bo'ldi. Hamma yo'q o'zimiz chiroyli maqtab keltirib berdik degan. Mana montajlarni qo'ydik. Bu yerga ham radiator qo'yilgan, ham topli pol qo'yilgan. Mana yerda mana parod bo'lgan. Endi hozir suv nasosni o'chirib qo'yamiz. Suv nasosni o'chirib qo'yib, bachogni to'ldiramizda, suv nasosni o'chirib, samoxod qanday suv kelishini ko'ramiz. Bachogimizga suv haydaydi mana. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek, hamma yer izolyatsiya qilingan. Majmuriy izolyatsiyasidan Penaplex qoplab mahkamlab qo'ydik. Ochiqlik uchun, qishda muzlamasligi uchun. Bachoglarimiz ham xuddi shunaqa uslublar zo'r bo'lgan. Yozda issiq o'tmasligi uchun, qishda muzlab qolmasligi uchun dubayni. Bu yerda gidrokollektor stripga terilgandan keyin toplinarkini mashi baravar qilib, bu yerga mebel zakaz qildiramiz. Mana shunday ko'rib bo'ladi xullas. Eshiklari ochiladigan qilib ko'rib qilsak, bu yerda otopleniyaga ketgan sirkulyasion nasoslardan chiqqan issiqlik bu motorlarni suv filtrlarini muzlab qo'ymaydi. Mana shu turgan. Xudo xolasa bular bitganda inshaalloh chiroyli videolarni ham tashlab beramiz. Bu kanalizatsiya turbamiz bu yerda septik bo'lgan mana. Unitazli septika, bittasi
mazg'avani septikchi bo'ldi. Addenni ikkita septik ko'milgan. Kolodis. Hop, o'shani dimafoti bor. Tomga chiqib ketgan bu ham. Dushlar hidlanmaslik uchun dimafot chiqarib qo'yganmiz tomga. Mana motorni uzib qo'ydik, pachodimiz to'ldi. Xolos mana. Signalizatsiyasi pachod to'lganda mana turba tashab qo'yganmiz tomga, pachod mana yerdan tushyapti. Xudo xolasa zo'r. Endi buni qanday tushishini mana tekshirib ko'ramiz. Mana sovuq suv tushyapti. Bu tarafga ko'ramiz, issiq suv tushyapti. Endi bunisini ko'ramiz. Mana samoxod tushyapti. Mana. Bemalol pachoddan shunday foydalanish ham bo'laveradi. Motor har o'chigan bo'lsa, bemalol cho'milib, shampun to'g'rilarni bemalol yukshab. Do'stlar, kanalimizga obuna bo'lib, shunaqa narsalarni kuzatib turinglar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.